Tasavvur qilib ko'r, bir kuni iymonsiz holatda uyg'onding. Alloh sendan yuz o'girganini tasavvur qilib ko'r. Sendan yuz o'girdi va o'z holingga tashlab qo'ydi. Bu katta olamda seni o'zining parvarishi va muhabbatisiz tashlab qo'ydi. Go'yoki ona o'z farzandidan voz kechgani kabi. Go'dak onasiz hech nima qila olmaydi. Va xuddi shu kabi sen ham Robbingsiz hech nima qila olmaysan. Sen bu olamda usiz yo'q bo'lib ketasan. Hayot esa o'z mazmunini yo'qotadi. Robbingsiz endi qanday yashaysan? Qoqilgan vaqtingda senga turishga yordam bergan, seni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'ygan, noshukr bo'lishingga qaramasdan kechirgan va seni yaxshi ko'rishda davom etgan, o'zingni isloh qilishingga imkoniyat bergan, senga nisbatan sabr qilib, jazolashga shoshilmagan, sinovlar yuborib, so'ngra sening holatingni yengillatgan, senga o'z rahmatini ato etib, uning muhabbatini va madadini his qilishingga imkoniyat bergan. Nahotki qo'rqmasang?